Tushda esi-past ko'rishning ta'birlari. U tushda nodonlikni anglatadi. Kimki tushida aqli zaif bo'lganini ko'rsa, u nodon bo'ladi. Insonlarga tentaklik qilganini ko'rsa, dini bekor bo'ladi. Shuningdek, dinni bekor qilganini ko'rsa, insonlarga tentaklik qiladi. Tushdagi tentaklik dushmanlar ustidan g'alaba va yuksak qadrga dalolat. Tentaklik zimmiy yoki bid'atchida bo'lsa, tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.